Hamma narsa tezlashgan, axborot oqimi to'xtamayotgan zamonda kitob o'qishga vaqt bormi? Albatta. Bugungi yoshlar nafaqat o'qimoqda, balki mutolaa orqali o'z dunyosini o'zgartirmoqda. Keling, bugun yoshlarning eng sevimli asarlari dunyosiga sho'ng'iymiz. Yoshlar orasida eng ommabop yo'nalish bu self-help, ya'ni shaxsiy rivojlanish. James Clearning Atom odatlar asari kichik o'zgarishlar qanday qilib katta natijalarga olib kelishini ko'rsatib berdi. Shuningdek, Ikigai, hayot mazmunini topish haqidagi kitoblar har bir yoshning ish stolida paydo bo'ldi. Bu kitoblar bizga faqat orzu qilishni emas, balki harakat qilishni o'rgatmoqda. Klassika hech qachon modadan qolmaydi. Erix Mariya Remarkning G'arbiy frontda o'zgarish yo'q yoki Uch og'ayni asarlari do'stlik va urushning achchiq haqiqatlari haqida bo'lgani uchun yoshlar qalbini titratadi. O'zimizning adabiyotdan esa Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlari hamon muhabbatning eng yuksak namunasi bo'lib qolmoqda. Shuningdek, Tohir Malikning Alvido bolalik asari yoshlarni hayotning xatolaridan ogoh etuvchi eng kuchli asarlardan biridir. Agarda siz real hayotdan biroz charchasangiz, sehrli dunyo yordamga keladi. Joan Rowlingning Harry Potter turkumi hali ham mutolaa reytinglarida yetakchi. Paulo Coelhoning Alkimyogar asari esa har birimizning ichimizda bir xazina borligiga ishontiradi. Va albatta, Exupery'ning Kichkina shahzodasi garchi bolalar uchun yozilgan bo'lsa-da, katta bo'lishni istamayotgan yoshlarning eng yaqin sirdoshiga aylangan. Kitob o'qish bu shunchaki hobbi emas, bu stressdan qutulish. Atigi 6 daqiqa mutolaa stress darajasini 60% ga tushiradi. So'z boyligi va nutq madaniyati, boshqa insonlar hayotini yashab ko'rish imkoniyati. Mutolaa qiladigan inson televizor ko'radigan minglab insonlarni boshqaradi degan gapda jon bor. Sizning sevimli kitobingiz qaysi? Izohlarda yozib qoldiring. Balki aynan siz tavsiya qilgan asar kimningdir hayotini o'zgartirib yuborar. Kitob o'qishdan to'xtamang, chunki dunyo kitoblar bilan yanada go'zal. Ko'rishguncha.